Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduvali Sayid, korrektor Abduvali Sayid, bat va muqobil loyihalaguvchi A. Aqxon. Islom aqidasi sohasida yozilgan vakil xarakterlik nadir asarlar. Yuqorida islom aqidasining ahamiyati, roli, manbasi va alohidliklari bilan tanishib chiqdik. Tövəndə biz tarix davamida islom aqidasining nazariyaviy o'rnini tiklash, uni sistemalik tunishtirib chiqish va sharhlash qatorliq jihatlarda alohida o'rni, yuksak ilmiy qimmati bo'lgan bir qator nadir asarlarni tunishtirib o'tamiz. 1. Al-Fiqhul Akbar. Mazkur risola salaf solihlardan buyuk olim, mashhur 4 fiqh mazhabining asoschilaridan biri bo'lgan Imom Azam Abu Hanafiyga mansub aqida risolasidir. Al-Fiqhul Akbar risolasi saodat davridan keyin ilmlarning oddiylikdan murakkablashish, turkumlashish, sohalarga ayrilish davrida maydonga kelgan tunji aqida risolasidir. Ushbu asar islom tarixida shariatshunoslik ilmining dastlabki andizlari, tadqiqot metodlari va ilmiy dalillash usulining ijodkori sanalgan mashhur 4 mazhab imomlaridan Imom Azam taxallusi bilan tanilgan Abu Hanifa Nu'man ibn Sabit ibn Zutadir. Bu zot Hijriya 80-yili hozirgi Iran davlatining Kufa shahrida dunyoga kelgan. U o'z davrida ilmga erishmanligi, go'zal xarakteri, o'tkir farosati va taqvodorligi bilan ko'zga ko'ringan. Faqat din ilmiy sohasida emas, balki o'z davrining siyosiy, ijtimoiy sohalariga muhim ta'sirlarni ko'rsatgan buyuk zotlardandir. Imom Abu Hanifa fiqh sohasining o'zida ayni davr islom fiqhshunosligining yetuk namoyandalaridan sanaladi. Uning fiqh mazhabi islom tarixida o'tgan Abbosiylar va Osmoniylardan iborat buyuk ikki imperiyaning davlat qonuni bo'lishdek oliy imtiyozni qo'lga keltirgan bo'lib, Abbosiylar davridan tortib toki bugungi kunga qadar dunyo musulmonlar jamoatining 3/2 qismining fiqh mazhabini tashkil qilib turmoqda. Gerçi Al-Fiqhul Akbar nomidagi mazkur risolaning Imom Azamga mansub yoki emasligi qisman tadqiqotchilarning tadqiqot obyekti bo'lib kelgan bo'lsa-mu, asarning Imom Azamga mansub ekanligida ko'plagan mujtahidlar, jumladan Hanafiy mazhabi vakilligidagi barliq ulamolar orasida ixtilof yo'qdir. Tarixdan buyon Imom Abu Hanifaning butkul islom dunyosida bo'libmi turkiy millatlar va jumladan Uyg'ur xalqi orasida shariat sohasi orqali tunilib kelganligi hammaga ayon. Amaliyotda Imom Abu Hanifa fiqh ilmi sohasida mustaqil tadqiqot egasi bo'lish bilan birga, u yana aqidashunos olimidir. U fiqhga doir ilmiy tadqiqotini nuqul shariatchilik nuqtasidan olib borgan bo'lmasdan, balki dinni bir butun holda fiqh hukm doirasiga qo'shib, kunimizdagi shariat ilmidan boshqa ilmlarni fiqh kategoriyasiga kirgizgan va bu ilmlarni sohalarga ayirib tadqiq qilishning ilmiy asosi va o'rnini yaratgan. U fiqh ilmiga ayirib bo'lmaydigan bir butun ilm sifatida qaragan bo'lib, uning nazarida islomning aqida va shariat qismlari fiqhning bir butun gavdasini tashkil qiladi. Bu jihatdan uning fiqh ilmiga bergan ta'birimi keyingi va hozirgi davrlarda berilgan ta'birlardan tubdan farqlangan. U fiqh hukmiga ta'bir berib mundaq degan: Fiqh insonning o'ziga nimaning foydali va nimaning ziyonli ekanligini bilishidir. Imom Abu Hanifaning yuqorqi ta'birida fiqhning ma'nosi mayli insonning harakati sababli bo'lsin yoki aqida e'tiqod nuqtasidan bo'lsin, xatolik yoki ozg'inlik tufayli shaxsni baxt saodatdan mahrum qo'yadigan yoki har jihatdan to'g'riliq va baxt saodatga erishtiradigan barliq narsalarni bilishdir. Ushbu ta'bir dinning aqida, shariat va axloq qatorliq jamiy sohalarni o'z ichiga oladigan keng ma'noli ta'bir bo'lib, Imom Azam bu orqali fiqhni Rasululloh va uning sahobalari davrida ko'zda tutilgan ma'nosi bo'yicha tushunishni ilgari surgan va aslilikni saqlashga uringan. Salaf solihlar davrida imom bilan amal, aqida bilan shariat bir gavda holatida bir hukm ostiga jamlab tadqiq qilinadi. Ko'rib bo'ladiki, Abu Hanifaning qarshida fiqh ilmi faqat kishilarning harakatiga doir ahkamlarni bilishni ko'rsatib qolmay, shaxsning harakatiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi aqida e'tiqodiga doir ahkamlarni bilishni ko'rsatadi. Abu Hanifa fiqh hukmining doirasi ichidagi yuqorqi qismlarni sohalarga ayirib muomala qilgan hamda dinning shariat va aqida qismini fiqh hukmidan ayirib qaramaslik tashabbusida bo'lgan. Uning nazarida fiqhni bilish dinni to'liq bilish bilan barobar edi. U yalg'iz shariat ahkamlarini tadqiq qiladigan sohani fiqh deb qaramagan, balki dinning barliq sohalarini fiqh kategoriyasi asosida tadqiq qilgan. Abu Hanifaning nazarida islom dinining aqida qismi dinning eng yuksak va eng oliy qismi bo'lib, dinning javhari va o'lini gavdalantiradigan bu qismini Al-Fiqhul Akbar nomi bilan atagan edi.
Bu vaqtda imom Abul Iz al-Hanafiy mundaq deydi: ilmning ulug'liq martabasining qaysi darajada ekanligi shu ilm orqali bilinadigan narsaning qaysi darajada ulug' bo'lishiga bog'liq. Shuning uchun dinning ana masalalari haqidagi ilm barliq ilmlarning ichida eng ulug'dir. Ahkam masalalariga doir fiqh ilmiga solishtirganda aqida ilmi dinning ana masalalarini, ya'ni aqida masalalarini tadqiq qiladigan ilm bo'lib, bu sababdan Imom Azam mazkur ilm ustida to'xtalgan hamda dinning ana masalalari to'g'risidagi mazmunlarni bir risolaga jamlab, uningga Al-Fiqhul Akbar deb nom bergan edi. Al-Fiqhul Akbar risolasi Imom Abu Hanifadan ikki xil yo'l orqali yetib kelgan rivoyatlar asosida xotirlangan aqida risolasining o'rtaq nomidir. Shunga bu ikki xil yo'l bilan kelgan rivoyatlarni farqlantirish uchun olimlar asarni ikki nom bilan atagan. Natijada asarning Imom Azamning o'g'li Hammadning rivoyati orqali yetib kelgan qismi Al-Fiqhul Akbar nomi bilan, Abu Hanifaning shogirdi Abu Muti al-Balxiyning rivoyati orqali yetib kelgan qismi Al-Fiqhul Absat nomi bilan atalgan. Gerçi ikki risolada kelgan aqida haqidagi bayonlar dalillash va bayon qilish jihatdan farqlansimi, ammo mohiyatlik nuqtalarda bir-birini to'liqlagan deb aytish mumkin. Al-Fiqhul Absatda Abu Hanifa shogirdi Abu Muti'ning o'z davrida o'tirg'a chiqayotgan aqida haqidagi turli chegishlar va e'tiqod nuqtasidan bilib olish zarur bo'lgan masalalarni cho'rdab so'ragan savollarga javob bergan bo'lib, Abu Hanifa javoblarda bir qadar pokitliq izohlarni o'tirg'a qo'yish orqali masalalarni aqliy yuksaklikda yoritib bergan. Ammo o'g'li Hammad orqali rivoyat qilingan Al-Fiqhul Akbarda bo'lsa, islom aqidasining negizi sanaladigan asosiy masalalarga, shundaqla texi islom dunyosida yangidan baxlanayotgan yoki shu davrda umumlash oldida turayotgan bir qator aqidaga xilof masalalarga, islom aqidasida qanday muomala qilinganligi, islom dinining bu vaqtda qanday aqida ko'rsatmalari borligi qatorliqlarni ta'limot shaklida ixcham, ammo ma'nosi cho'nqur bayonlar orqali sistemalik bayon qilingan. Al-Fiqhul Absatga qaraganda Al-Fiqhul Akbarda tilga ilingan masalalar bir qadar nazariyaviy hukmlar aniq bo'lib, uningda islom aqidasidagi asosliq va zarur ta'limotlar chala qo'ymay bayon qilingan. Shunga bu asar keyingi aqidashunos olimlarning islom aqidasini tunish va bilishdagi sog'lom manbalardan biriga aylangan. Imom Azam Al-Fiqhul Akbar degan asarda tavhidning ul asosi va tavhid aqidasiga nimaning zid, nimaning uyg'un ekanligi haqida to'xtaladi. U yana iymon va islom hukmining islom aqidasidagi ta'biri, boshqalarni kofirga yoki fosiq chiqarishdagi shar'iy qoida prinsiplar, bandalarning ish amalidagi irodasi bilan Allohning yaratib berish o'ttirisidagi munosabat qatorliqlarga alohida diqqat nazarini qaratadi. U yana Allohning ism sifatlariga doir aqidalarni tilga oladi. Allahni boshqalarga o'xshatish yoki jismlashtirish, antromorfizm qatorliq bid'atchilikning islom aqidasiga zid kelganidek, Alloh va uning rasuli muayyanlashtirgan Allohning ism sifatlarini inkor qilishning o'xshashla islom aqidasiga zid ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. U yana payg'ambarlikning haqiqat ekanligi, payg'ambarlarning ma'sumligi, ular elib kelgan mo'jizalarning haq ekanligi, avliyolarning karomatlarining haqiqatligi, oxiratda Allohni ko'rishning mumkinligi, qabr azobining, jannat va do'zaxning haqligi, bandalardan hisob ilinadiganligi, Havzi Kavsarning haq ekanligi, Allohning izni bilan payg'ambarlarning, siddiqlar va shahidlarning shafaat qilishining barhaqligi qatorliq aqidaning umumiy ul masalalari va oxiratga doir masalalar ustida to'xtaladi. Ko'rilishga bo'ladiki, Imom Azamning mazkur risolasi islom aqidasi haqida to'xtalgan dastlabki risola bo'lish sifati bilan aqida haqidagi eng dastlabki nazariyaviy ta'limotlar o'ttirg'a qo'yilgan muhim manbalardandir. Shuning bilan birga mazkur asar keyingi davr aqida olimlarining diqqat va murojaat obyektiga aylangan bo'lib, asarning qimmati islom aqidasini negizlik bayon qilish va xulosalashdagi alohidaligi qatorliq omillar keyingi har davr olimlarining bu risolani sharhlab chiqish istigini qo'zg'agan. Shu sabab bu asar ko'plagan olimlarning sharhlashi va tafsirlashiga noil bo'lgan. Sharhlar ichida 9-asr mujtahidlaridan Imom Molla Ali ibn Sultan al-Qarining Manhur Rawdul Azhar fi Sharhul Fiqhul Akbar nomli Al-Fiqhul Akbarga yozgan sharhi bir qadar ko'zga ko'ringan va mo'tabar hisoblanadi. Ikkinchi, Tavhidnoma, Kitobut Tavhid. Tavhidnoma Hijriya 3-asrda yashagan ulug' olim Imom Abu Mansur al-Maturidining shahona asarlaridandir.
qadimki va hozirgi zamon aqidashunos olimlarning kuchlik muayyanlashtirishiga asoslanganda, mazkur asar islom aqidasi haqida eng dastlab tafsiliy to'xtalgan, islomning aqida falsafasi sistemasini naql va aql yuksakligida turib, eng dastlab sistemalik va mukammal sharhlagan islomiyatni selishtirma din tadqiqotining eng dastlabki o'lini barpo qilish bilan birga islom aqida nazariyasi ilmini mukammal holda barliqqa keltirishda nufuzli manbaga aylangan nodir asardir. Asar muallifi ahli sunnat val jamoaning ikki cho'ng aqida mazhabining biri bo'lgan Maturidi mazhabining asoschisi, shundaqla hidoyat yetakchisi, to'g'ri yo'l semovuli, ahli sunnat val jamoa rahbari qatorliq nomlar bilan atalgan buyuk ustoz Abu Mansur Muhammad ibn Mahmud Samarqandi al-Maturididir. Abu Mansur al-Maturidi hozirgi O'zbekistonning Samarqand viloyatiga qarashliq qishloqlardan biri bo'lgan Maturid kentida dunyoga kelgan. U zot aqidashunoslik, tafsirshunoslik, fiqhshunoslik sohalarida yetuk mutaxassis bo'lib qolmay, yana o'z davrining buyuk islohotchisi va mutafakkiridir. Imom Maturidi Imom Azam Abu Hanifaning ikkinchi avlod shogirdlari qatoridan sanaladi. Garchi Imom Maturidining tug'ilgan vaqti haqida aniq ma'lumot bo'lmasa-mu, biroq ko'pchilik tarixchilar uning vafotining Hijriya 333-yili vafot bo'lganligini jazmlashtirdi. Imom Maturidi yashagan davr Arab oralida Abbasiylar ojizlashayotgan, Sharqda bo'libmi G'arbiy Osiyo rayonlarida turklar qurgan Samanilar davlatining sha'ni shavkati ko'tarilayotgan mezgillarga to'g'ri keladi. Bu davrda ilm-fan gullangan, islom azorida jallangan edi. Samanilar qurgan islom davlatining Abbasiylar xalifaligidan ayrilib chiqishini bir ma'nodan o'sha bu davlatning gullanish va taraqqiy qilish qizg'inligini yuqori ko'targan deb qarashga bo'ladi. Chunki Samanilar o'z davlatining texim ro'noq tepishi uchun, shundaqla saltanatining islom dunyosidagi rahbarlik o'rnini mustahkamlash va davlatini qudrat topqizish uchun fikri, ilmiy va adabiy sohalarga ishkini echayotgan hamda sohalar aro kengri baygi maydoni hozirlab bergan edi. Samanilar davlati islomiyat ilmlari tadrijiy holda mustaqil fanlarga, sohalarga ayrilayotgan, har bir sohada mustaqil dunyo qarash tikligan mutaxassislar ko'plab maydonga kelayotgan, Qur'on va hadis bilimlaridan turli islomiy fanlar nazariyaviylashgan va falsafaviy xoslikni saqlagan holda har xil sohalar barliqqa kelayotgan, fan madaniyat, tarix va shunga o'xshash diniy va dunyoviy fanlar o'z asosini yaratayotgan bir davrda saltanat surdi. Şuna ular har qaysi sohalarning taraqqiyotini ilgari surish, jumladan islomiy bilimlar va arab tili tadqiqotiga doir ilmlarni yuksaltirish, mukammallashtirish uchun ilm egalariga keng quchoq ochdi. Turklarning bu jihatdagi ortiqchiliklari arab tarixchilarini hayron qoldirgan bo'lib, Muhammad ibn Ahmad al-Maqdisi bu vaqtda tuvandagidek to'xtaladi. Samanilar saltanatiga qarashliq iqlimlar buyuk zotlar va olimlarga to'lgan iqlim edi. Bu allar xayrliklarning koni, ilmning o'chqi, islomning mustahkam to'riki va buyuk qurg'ini bo'lgan edi. Bu alning shohlari shohlarning esili, qo'shinlari bo'lsa iqlimdagi jimi qo'shinlarning sarxil edi. Bu alda olimlarning martabasi shohlarning martabasiga barobar edi. Buyuk tarixshunos Ibn Xallikan mundaq deydi: Samanilar saltanati davrida Xorasan va Mavaraun naharning sultonlari eng yaxshi ish izlarini qoldirgan sultonlar bo'lgan. Ulardan kim saltanat sohibi bo'lsa, ular uni janobi oliylari deb ta'riflashadi. Saltanat sohibimi ularning ulgusi bo'ladi. Ularning orasida adolat, din va ilm hukm surgan edi. Ibn Xallikanning Mavaraun nahrining ilmiy kayfiyati va uning saltanat sohiblari haqidagi mazkur bayonlarida haqiqatan reallik aks etgan bo'lib, Samanilar saltanat surgan bu davrda islomning muborak qadimi Uyg'ur diyorlariga allaqachon kirib bo'lgan. Uyg'ur diyorining 6 shahar rayoni, hozirgi Xotan, Qashqar va Balasag'onga o'xshash yurt shaharlarida allaqachon musulmonlar jamoasi shakllanishga boshlagan. Masjidlar barliqqa kelib bo'lgan edi. Bu paytlarda Uyg'ur diyorida Budda dini va islom diniga e'tiqod qiladigan yerli xalqlar qattiq to'qinishayotgan edi. Uzun o'tmay Sultan Sutuq Bug'roxon ayni davr Samanilar saltanatining shahzodasi Abu Nasr Samanining vasitasi bilan islomni qabul qildi. Natijada o'sha bu din Uyg'ur diyorlariga rasmiy shaklda kirdi. Demak, Imom Maturidi ana shundaq ilm va madaniyat toza gullanayotgan, islom yurtlarida ilm keng qanot yaydirilayotgan tafsirshunoslik, hadisshunoslik, aqidashunoslik, falsafa, tasavvuf, til adabiyot, meditsina, astronomiya va tabiatshunoslik qatorliq sohalardan sanoqsiz mutaxassislar, allomalar barliqqa kelayotgan bir davrda yashadi.
Siyosiy sahnalar tinjib, ilm-fan va madaniyat sohalarida inqilob xarakterlik harakat atrofni qoplagan. Islom dunyosida ilmiy va fikriy erkinlik keng qanot yaygan mushundaq bir paytda islom aqidasining sofligi va haqiqatiga chang salmoqchi bo'lgan tashqi xilslar aqidada xato yo'lga chiroq bo'lib berayotgan ichki ixtiloflar kuchayishga boshlagan. Bid'atchi iqlimlarmi jamiyatda tegishli o'rniga ega bo'lib, o'ziga xos ta'sir kuchi yaratgan edi. Aqlni dastak qilib aqidaning o'lini kovlash va tavritishga o'rnayotgan dahriylarning qarshiliklari, shundaqla musulmon bo'lishdan ilgari turli millat va din ahli bo'lib yashagan xalqlar, belgilik madaniyat va qurilmaga ega allarning bilim ma'rifat manbalari hamda ularning qo'lida gullangan har qaysi ilm sohalarining islom dunyosi bilan bevosita uchrashishi qatorliq har xil ichki va tashqi omillar islom aqidasining oldingi asrlardagi ixcham va yig'inchoq bayon qilish uslubidan akademik tadqiqot va ilmiy yo'nalish bo'yicha to'liq sharhlash va nazariyaviy asosni tiklashga qarab taraqqiy qilishni talab qildi. Mana shundoq bir muhitda Imom Abul Hasan al-Ash'ariyga o'xshash olimlar arab iqlimida islom aqidasini sistemalik nazariyaga ega qilish, xristianlarga saf aqida manbalari orqali taqobil turishdek xizmatlarni ro'yobga chiqarish yo'lida kurash qilganidek, turklarning saltanatiga tava islom allaridami bu xil buyuk emgak va tirishchiliklar allaburun boshlangan edi. İmam Maturidi o'zi bilan davrdash saniladigan buyuk islohotchilar qatorida islom aqidasining 3 cho'ng kategoriyasi bo'lgan ilohiyat, payg'ambarlik va g'ayb masalalari haqida atrofli tadqiqotlarni olib bordi. Natijada naqlni asosiy manba, aqlni naqlning hamrohi, naqlni aqlning chirg'i qilgan tavhid nomidagi ilmiy quvvati yuqori nodir bir asarni islom ummatiga taqdim qildi va bu orqali islom aqidasi ilmini mukammal asoslar bilan o'tirg'a qo'ygan va sharhlagan tunji zotga yana kelib aqida ilmi nomidagi bir fanning haqiqiy ma'nodagi asoschisiga aylandi. Aytganimizdek Imom Maturidi Tavhidnoma nomli asarda islom aqidasini mazkur ilmning 3 cho'ng kategoriyasi bo'yicha tadqiq qiladi. Asarda oldi bilan aqida ilmiga kirishdan avval bilishga va oydinlashtirishga tegishli bir qator muhim nuqtalar ustida to'xtaladi. Mazkur muhim nuqtalardan asosligi insonning dinga bo'lgan ehtiyoji, dinni tushunishda tayanch bo'ladigan asosiy manbalar, aqlning tabiati va roli, naqlning tabiati, uni tushunish va qabul qilishdagi muhim o'lcham prinsip qatorliqlar bor. Imom Maturidi yuqorqi temalarda to'xtalgandan keyin ilohiyat masalalariga o'tadi. İlohiyatga doir masalalarda Allohning haqligi, uning mavjudligi yoki yeganaligi, koinotning bo'lsa bir yaralmish ekanligi, azaliylikning faqat Allohga xosligi, Allohning mukammal sifatlarga, go'zal ismlarga ega ekanligi qatorliq mazmunlarni aqliy va naqliy faktlarga tayangan holda tafsiliy to'xtaladi. İmam Maturidi ilohiyat masalalaridan keyin payg'ambarlik haqidagi bayonlarga o'tib, payg'ambarlikning haqiqati, insonlarning payg'ambarga muhtojligi va buning aql va naqldagi ilmiy asosi, Muhammad alayhisolamning eng oxirgi payg'ambar ekanligi, uning payg'ambarligining barliq insonlarga o'rtoqligi qatorliqlar to'g'risida to'xtaladi. Mazkur tema uning Tavhidnoma nomli asarda mufassal bayon qilingan bo'lib, xuddi ilohiyatga doir aqida masalalari qanday tafsiliy sharhlangan bo'lsa, mazkur temami shunday tafsiliy sharhlangan. İmam Maturidi ilohiyat va payg'ambarlikka doir aqidalar to'g'risida to'xtalish bilan birga g'aybga aloqador shundaqla xos naqliy manbaga tayinish orqali isbotlash mumkin bo'ladigan temalar ustida to'xtaladi. Buning ichida gunohi kabir masalasi, kufrlik va uningga doir masalalar, qazoyi qadar va shuningga o'xshash vahiy orqali isbotlangan aqidalar asosiy o'rinni egallaydi. Aqidaga aloqador bir qator muhim temalardan imonning haqiqati, islomning ta'biri va bular orasidagi munosabat qatorliqlarmi kam qoldirilmagan. İmam Maturidining masalalarni isbotlashdagi metodida konkret masalalarga nisbatan aqliy va naqliy dalillarni bayon qilishdan sirt, o'z davridagi ahli sunnat aqidasiga xilof falsafaviy aqliy qarashlarga yoki naqliy manbalarni asos qilib turib tashlangan shubhilarga, bid'at xarakterini olgan asosi ojiz da'volarga raddiya berish, shundaqla ularning dalillarini keltirish, bu qarashlarning qaysi mazhabdan ekanligini eskartish va kuchli dalillar orqali ularga raddiya berish asosiy salmoqni egallaydi. Diqqat qilsak, uning bu xil metodini kitobning muqaddimasidan tartib, toki kitob oxirlashgan qadar izchil davomlashtirib kelganligini ko'ramiz. Amaliyotda Imom Maturidining shahona asri yolg'iz tavhid nomili emas, uning yana Ta'vilat ahli sunna nomidagi 10 tomlik tafsiri bo'lib, Tavhidnoma nomli asri aqida sohasidagi murojaat obyekti bo'lganidek, mazkur tafsirmi ahli sunnat tafsirshunoslarining asosli murojaat obyektidir. Bu tafsir yana İmam Maturidining aqidaviy qarashlarini bilishdimi muhim manba hisoblanadi.
Gerçi mazkur tafsirning yangi zamon matbuotlarida nashr qilinganiga uzun bo'lmagan bo'lsa-mu, uni tafsir ilmi mustaqil ilm bo'lib rasmiy shakllangandan beri qo'limizga kelgan barliq tafsirlar ichida o'z davrining ilmiy saviyasiga taqqoslaganda akademik o'lcham asos qilingan. Yuqori saviyadagi tadqiqot va bayon orqali aqliy va naqliy nuqtadan sharhlangan tunji tafsir deb aytsak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Chunki qo'limizda bor mo'tvar tafsirlarning ko'pinchisida oyatlarga bergan ko'p qism izohotlarning asli iznalarini Imom Maturidining tafsirida uchrata olamiz. Bo'libmi, bundaq bir yirik asarning vujudga kelishi tasavvurdan to'limi yiroq bir davrda ro'yobga chiqqanligining o'zi Imom Maturidining tafsirshunoslikdami xuddi aqida sohasining namoyandalaridan bo'lganidek muhim bir namoyanda va ulgu yaratgan shaxs ekanligini ko'rib olgan bo'ladi. Buningdan boshqa uning yana fiqhshunoslik sohasida yozgan Kitabul Jadl, Ma'xuzi Shar' qatorliq asarlari bor. Imom Maturidining aqida haqida yozgan asarlari faqat tavhid nomi bilan cheklanib qolmagan. Uning aqida sohasida yozgan asarlaridan yana Al-Maqalat, Ar-Raddu alal Qiramita, Bayanu Wahmul Mu'tazila, Raddul Usulul Khamsa li Abi Muhammad al-Bahili, Raddu Awailul Adillati lil Ka'bi, Raddu Wa'idul Fisaq lil Ka'bi, Raddu Tahzibul Jadl lil Ka'bi, Raddul İmamatu li Ba'dur Rawafid qatorliqlar bor. Tavhid nomining eng qadimiy qo'lyozmalaridan biri Cambridge Universiteti kutubxonasida hozirga qadar saqlanayotgan bo'lib, mazkur nusxa tunji bo'lib doktor Fathullah Xalif tarafidan tahqiqlanib nashrga tayyorlangan va 1970-yili Beyrutdagi Darul Mashriq nashriyati tarafidan nashr qilingan. Uningdan boshqa yana bu asarning 1979-yili Istanbuldagi Islomiy asarlar kutubxonasida qayta nashr qilinganligi ma'lum. Asarning qo'lyozmalaridan biri hozirga qadar Misr kutubxonasida saqlanib kelmoqda. Ushbu asar nashrdan chiqishi bilan tang har soha tadqiqotchilarining yuksak olqishiga erishib, nurg'un musulmon va musulmon emas tadqiqotchilarning qiziqish nuqtasiga aylanib keldi. Asarning eng oxirgi yangi nashri doktor Bakri Topal o'g'li bilan doktor Muhammad Arvishning bir qadar akademik shaklda ko'ngil qo'yib tahqiqlashi bilan 2007-yili Beyrutdagi Sadir nashriyati, Istanbuldagi Irshad kitobxonasi nashriyati tomonidan qayta nashr qilingan. Mazkur asarning nashr qilinish jarayonini alohida tunishtirib chiqishimizga sabab shuki, bu asar toki yaqinqi davrga qadar rasmiy matbuotlarda nashr qilinib tarqatilmasdan faqat Imom Maturidining shogirdlarining asarlarida naql shaklida uchirgan yoki bu asarning qo'lyozmasidan foydalanib yozilgan asarlardan topilgan. Shunga biz bu nodir asarning yaqinqi davrida qo'lyozma holatida matbaa yuziga elib chiqilganligi munosabati bilan bu vaqtda qisqacha to'xtalishni munosib ko'rdik.